Ukoldan qo'rqasizlarmi? Lekin ko'p pulinglar yo'qmi? Kelinglar, bugun sizlar bilan 1,5 million tejab qolamiz. Karboksiterapiya yuzga kislorod beradi, pigmentatsiyalarga qarshi kurashadi, dog'larni ochartiradi va toshmalar toshishini oldini oladi. Agar yuzingizda mayda ajinlar bo'lsa, ularni ham yoyib beradi. Yuzda esa qon aylanishini yaxshilab beradi. Bu o'sha kosmetologlar foydalanadigan 100% original karboksiterapiya. Va buni uy sharoitida bemalol o'zingiz foydalansangiz bo'ladi. Nabor ichida 5 ta shpris va 5 ta maska bo'ladi. Bitta shprisni bitta ishlatganingizda ishlatib olishinglar kerak hammasini. Birinchi yuzingizga teng taqsimlab surib olasizlar, keyin bo'yin qismingizga, mana yarmi qoldi, uni bo'yningizga sursanglar bo'ladi. Maskani ochamiz. Bittasini olamiz. Maskada mana shunaqa narsa chiqadi yuzingizga va bo'yin qismingizga. Maskani qo'yayotganda mana shunaqa qilib joylashtirib, ustidan bosamiz va pichirlagan ovoz eshitiladi. Yuzingizlar achishadi, bundan qo'rqmanglar, eshitinglar. Endi 20 minut kutamiz. Bu yuzdagi poralarni ham kichraytirib beradi. Maskani olib, yuzinglarni iliq suvda yuvib, oxirida ulashgan krem surib qo'yasizlar. Karboksiterapiyaning narxi skidkada 300 ming so'm. Zakaz uchun direktga boks so'zini yozib yuboring.